Assalomu alaykum barchaga. Bu kursni boshlashdan oldin o'zim qisqacha ma'lumot. Ism, familiyam demak Sanjar Toshev. Hozirgi kunda demak o'sha Toshkent axborot texnologiyalari universiteti qoshidagi O'zbek-Hind axborot texnologiyalari markazida ishlayman. Endi mani faoliyat soham asosan endi ko'pgina holatlarda bog'liq tarmoq va tizim administratorligi bilan bog'liq. E'tibor beradigan bo'lsak, hozirgi kunda umuman tarmoq tizim administratorlariga kerak bo'ladigan o'zbek tilida qanaqadir resurslar kam. Endi men ham shu boshladim, birinchi marta shu video darslik qilib boshladim va bu ko'proq tizim administratorligiga tegishli bo'lgan. Tizim administratorlari tomonidan keyin qo'llanilayotgan, demak, Kerio Control firewallini, demak, firewalldan foydalanishni ushbu kurs davomida ko'rib o'tamiz. Qanaqadir juz'iy kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, endi gapirish davomida qanaqadir g'alati so'zlar ishlatilishi mumkin. Bular uchun avvalambor uzr so'rayman. Demak, biz kursimizni boshlashdan oldin bizga kerak bo'ladigan asosiy narsa bu biz uchun qanaqadir tajriba maydoni bo'lishi kerak. Umuman bu sohada tarmoq tizim administratorligini o'rganmoqchi bo'lgan talabalar, o'quvchilar oldida turgan eng asosiy muammolardan bittasi mana shu jarayonni o'rganish uchun qanaqadir ularda laboratoriya, ishchi maydon bo'lmasligi mumkin. Iqtisodiy jihatdan olib qaraganda, misol uchun o'sha tarmoq administratorligini o'rganmoqchiman, u uchun qanaqadir router, switch kerak. Iqtisodiy jihatdan bu ancha qimmat. Sababi shu upravляемый switch yoki marshrutizatorlarni olib o'rganish uchun, misol uchun 2 ta 3 tadan har biridan olaman desangiz, kamida u bitta laboratoriyani qurishingiz uchun eng kamida $10,000 ketib qoladi. Bu oddiy odam uchun, ayniqsa talabalar uchun bu, ya'ni oddiy odam uchun bu ancha qimmat hisoblanadi. Tizim administratorligida ham xuddi shunaqa, qanaqadir server ko'tarish, o'sha tizimni boshqarishni ko'rish uchun qanaqadir server yoki kompyuterlar kerak. Bu narsani qurish uchun ham yaxshigina mablag' kerak real holatda. Mana shunaqa holatda sizga asqotadigan narsa bu simulyator va emulyator dasturlari hisoblanadi. Ya'ni simulyator dasturlarida demak siz qanaqadir holatni nima deydi, modellashtirishingiz mumkin. Misol uchun o'sha siz tarmoq administratorligini o'rganmoqchi bo'lsangiz, misol uchun Cisco qurilmalari uchun Cisco Packet Tracer dasturi bor. Bu simulyator dastur hisoblanadi. O'sha Cisco Packet Tracerda ham qurilmalarni yordamida tarmoq qurib, o'sha tarmoq ishlashini, protokollarni tekshirib ko'rishingiz mumkin, boshqa narsa qilishingiz mumkin, modellashtirib boshqa narsa qilib. Lekin bu simulyatorlar o'sha aynan routerni to'liq imkoniyatini ochib bera olmaydi. Chunki qo'pol qilib aytganda router imkoniyatlari kesilgan. U chunki simulyator dasturi. U to'liq funksionalligi yo'q simulyator dasturlarida. Endi emulyator dasturlari ham bor. Misol uchun tarmoq kursini o'rganish uchun GNS programmalari bo'lishi mumkin yoki AVNG programmalari bo'lishi mumkin. Endi bu web konsolda boshqariladigan. Tizim administratorligida ham xuddi shunaqa, aynan bizga kerakli bo'lgan holatda, endi bu bizga emulyatorlar kerak bo'ladi yoki bo'lmasa bu virtualizatsiya jarayoni ham deb yuritishimiz mumkin. Mana shu virtualizatsiya jarayonida biz ko'p ishlatadigan asosiy bizning ish qurolimiz bu bo'ladi. Oracle VirtualBox programmasi hisoblanadi. Mana shu programmani nima qilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, internetdan VirtualBox olamiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Windows, Mac yoki Linux Solarislar uchun mo'ljallangan, operatsion sistemalar uchun mo'ljallangan ustanovishlar turibdi. Hozirgi holatda biz endi ko'pchiligimiz Windows operatsion sistemasida ishlaganimiz uchun, demak, o'sha Windows uchun mo'ljallangan relizni ko'chirib olamiz. Demak, endi menda bu ko'chirilgan, hozirgi holatda ko'chirilgan. Mana, demak, siz bemalol bu narsani olib internetdan ko'chirishingiz mumkin. Demak, buni ustanovka qilish jarayonini boshlaymiz.
demak, ishga tushiramiz buni. Mana dasturimiz ishga tushdi. Umuman kompyuter bilan ishlaganda kim uchundir rus tili qulay, kim uchundir ingliz tili qulay. Bu dastur o'rnatilganda по умолчанию odatda ingliz tilida turgan bo'ladi, interfeys, dastur interfeysi. Agar kimgadir rus tili qulay bo'ladigan bo'lsa, demak, bitta dasturni interfeys tilini o'zgartirishingiz mumkin. Bu uchun o'sha file menusida preferences bo'limiga kirasiz va bu yerda language bo'lim bor. Mana tillari turibdi. Bunda rus tilini tanlab qo'yishingiz mumkin. Okay. Yana bitta e'tibor berish kerak bo'lgan narsalardan bittasi tarmoq karta, setovoy kartalarda, tarmoq kartalarida yana qo'shimcha virtual setovoy karta hosil bo'lgan. Shu narsani ko'rishimiz mumkin. Bu uchun nima qilasiz? Bitta setovoy kartadan set belgisini ko'rgansizlar, har doim o'z biladigan usulda, yoki bo'lmasa buni tezkor chaqirish uchun pusk bilan R knopkasini bosasiz va uni ichida ncpa.cpl buyruqni berib tersiz, mana siz o'sha biladigan setovoy kartalarni ochish naqasi bor, tak interfeyslari bor. Mana shu interfeyslarni ko'rishingiz mumkin. Mana ikkita interfeys bor. Birinchisi bu kompyuterning real hardware setovoy kartasi, fizический, mana bu virtual setovoy karta. Aynan VirtualBox dasturini o'rnatilish natijasida hosil bo'lgan. Bu biz uchun, ayniqsa o'sha tizim administratorligini o'rganayotganlar uchun bu asosiy ключевой точка hisoblanadi. Mana shu narsa bo'lsa, demak, dasturingiz to'liq holatda o'rnatildi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, dastur o'rnatishda nimadadir xato qilgan bo'lishingiz mumkin. Mana shu narsaga e'tibor berasiz. Demak, bu birinchi darsimizda hozir VirtualBox dasturini o'rnatdik. Endi keyingi darsimizda aynan mana shu ishchi maydonimizni hosil qilish uchun operatsion sistemalarni o'rnatishni ko'ramiz.